Xudoyim, shuncha pulni qayerdan olaman-a? Olmasang bo'lmasa, olsang yana bir balo. Nima qilsam bo'larkin-a? Qayerdan topsam bo'larkin? Otajon, ne qilyapsiz? Ya bolam, ne qilaman? Shunchaki o'zim o'ylab turibman bolam. Kuzda havosi ham tarovatli bolam. Men bilaman-ku, siqilyapsiz otajon. Hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Tunu kuni Anom aka ham bizani yarim yo'lgacha tashlab qo'ydi. Qaysi amaki? Mana bu Kobaltdagi. Endi bolam, olib kelib qo'yganiga rahmat. Bizni olib ketmasa ham bo'lardi bolam. Keyin u amakini o'sha kuni ko'rdinglar, shoshib turuvdi. Vaqti yo'q edi. Shuning uchun yarim yo'lgacha olib borib tashlab ketdi-da bolam. Agar bunaqa o'ylaydigan bo'lsa, biz o'sha amakini Sara to'yxonasidan chiqqanda uygacha olib borib qo'yganmiz. Qaysi to'yxonadan? Sara. Sara emas, Samara. Samara. Samara to'yxonasidan. Bolam. Endi biz o'sha kuni vaqtimiz bor edi. Shuning uchun sen bilan ota bola ikkalamiz olib borib tashlab ketdik-da uyga, bolam. Sen bu narsalarni o'ylama bolam. Sen aralashma, tushundingmi? Otajon, boyam qo'ng'iroq qildi-da, Bekzod aka degan amakiga. Undan pul so'rayotgancha sizga bermadi. Vaholanki siz unga ancha yordam berib qo'ydingiz. Endi bolam, biz unga yordam berganimizda meni sharoitim bo'lgan, qo'limda pul bo'lgan. Shuning uchun qo'limizdan kelgan yordamni ayamayapmiz bolam. Keyin sen dunyoga bunaqa ko'z bilan qarama bolam. Keng qara. Bilasanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hech kim bizga yordam berishga yo bizga pul berishga majbur emas. Bizga Alloh yordam bersin bolam. Agar bilsang, Allohning bergani beminnat. Ya'ni bersa ne'mat, bermasa hikmat. Bandasini ham yomon ko'rmaymiz, lekin bolam hech qachon esingdan chiqmasin. Bandasiniki bersa illat, bermasa g'iybat. Bersa illat, bermasa g'iybat. Tushundingmi bolam? Hazillashdim. Xullas, kallangdan bo'lmagan fikrlarni chiqarasiz. Tushundingmi bolam? Otajon, unda men sizga o'zim yordam beraman. Qanaqa qilib yordam berasiz? Do'konga chiqib ishlayman. Yo'kida bitta o'rtog'im attraksion ishlayapti. U bilan birga ishlayman. Agar bular o'xshamasa, bozorda aravakash bo'lib ishlayman. Har doim bozordan chiqib ketayotganimizda bizning yuklarimizni olib chiqib beradigan aravakashlar bo'lardi. Aravakash bo'lsa ham pulim halol bo'ladi. To'g'ri-ku bolam. Lekin sen o'qiganing yaxshi. Sen o'qib bolam. Tushundingmi? Sen o'qib bir stol egasi bo'lsang, ana keyin menga yordam beraverasan. Tushundingmi bolam? Meni ishlarimga bo'lsa aralashma. Sen bolasan. Bola. O'qishim o'z yo'liga. O'qiyman ham ishlayman. Yo'kida o'qishda ishlayman. Nima? Buni kallangdan chiqarsin. Tushundingmi? Birinchi o'rinda sen uchun o'qish. Tushundingmi bolam? Boya gap. Bolaligingni esingdan chiqarib qo'yma. Mazza qilib, meni davrimda bola bo'lib yasha. Sen bolasan. Kichkina bola. Tushundingmi bolam? Otajon, to'g'ri, bolaman. Lekin o'g'il bolaman. Katta bolaman. 13 ga kirdim. O'zimni 13 yasharli kapitan bolam.
bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Boya aytganimdek, bizga Alloh yordam bersin. Alloh yordam bersa, hammasi sog' bo'ladi. Tushundingmi bolam? Otajon, to'g'ri, lekin sizga biror narsa bo'lib qolsa, men, oyim, jigarlarim nima qilamiz? Menga hech narsa bo'lmaydi bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Faqat sen o'qi bolam, o'qi. Hech ham o'qishdan to'xtab qolma. Tushundingmi? Xudoyim, o'zimni g'am tashvishlarim bilan farzandlarimni ham qiynab qo'yyapman.